Assalomu alaykum hurmatli Manchester United muxlislari, sizlar bilan yangi mavsumda yana bir bora o'sha Zamin Reds kanali va men sizlar e'tiborlaringga mavsumning 26-27 mavsumning dastlabki turi haqidagi prevyuni taqdim qilaman. Undan oldin odatdagidek sizlardan o'sha yil bo'yi aytib keladigan, mavsum bo'yi aytib keladigan gaplarimni like bosishda, kommentariy yozishda hamda bizni kanalga podpiska qilishni iltimos qilgan holda, demak biz boshlaymiz. Bugungi mavzumiz ertaga bo'lib o'tadigan MKM Stadiumda bo'lib o'tadigan Darren England janoblari sudyalik ostida bo'lib o'tadigan Hull City Manchester United o'yiniga bag'ishlangan preview hisoblanadi. O'yin nuqtai nazaridan dastlabki tur, birinchi tur va jamoalar pre-sezon, ya'ni mavsum oldi uchrashuvlari, tayyorgarlik uchrashuvlari qanday o'tganligini va futbolchilar formada ekanmi, qay darajada formaga qayta olganligini ko'rsatib berish uchun dastlabki imkoniyat va yangi mavsumdagi bizda o'sha afsonaviy murabbiyimiz Michael Carrick uchun yana bir imkoniyat, u yangi mavsumda bolalarni qanday tayyorlay olganligini ko'rsata olish uchun yana bir imkoniyatning boshlanishi hisoblanadi. To'g'ri, bu jarayonda hali transferlar yakunlangan yo'q va o'ylashimcha Manchester Unitedga Carrick talab qilgan yana 2-3 menimcha yana yo'q deganda bir ikkita futbolchi olinishiga umid qilmoqdaman. Sizlar bu haqda nima deb o'ylaysizlar? Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Va shu bilan birgalikda mavsum ham mana Angliyada eng ko'p turlarga ega bo'lgan Angliya chempionati, eng uzoq davom etadigan, eng shiddatli chempionatlardan biri bo'lgan Angliya chempionati ham, Premier Liga ham mana bu ertadan startga chiqadi. Demak, bevosita o'yin haqida gaplashadigan bo'lsak, o'yinga tusha olmaydigan futbolchilarda yoki so'roq ostida bo'lib turgan futbolchilar ko'rib chiqadigan bo'lsak, Hull City jamoasi tarkibida quyidagi futbolchilar tushishi so'roq ostida yoki tusha olmaydi deb beryapti saytlar. Butland, Gelhardt, Gabi, Hughes, Matazzo, Marita, Zebrano, Drafe, Yakob kabi futbolchilarni saytlar tusha olmaydi yoki so'roq ostida deb beryapti. Ko'pgina ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib turibsizlar, Hull City'ning tarkibi tusha olmaydigan futbolchilari soni juda ham ko'p. Manchester United tarkibida esa Darlo, De Ligt hamda Ugartelar maydonga tusha olmaydi deb beryapti saytlar. Maydonga tushish so'roq ostida bo'lgan futbolchilarga keladigan bo'lsak esa Paul Heaton hamda Mason Mountlarni maydonga tushish so'roq ostida deb beryapti saytlar. Ko'rib turibsizlar, Manchester United mavsum boshida hali nima desa bo'ladi, endi chempionat boshlanishiga kirib bormoqda va o'ylaymanki, chempionat davomida yo'qotishlarsiz chempionatni yaxshi notada yakunlay olamiz deb o'ylayman. O'zaro va so'nggi o'yinlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, Hull City jamoasi so'nggi 5 ta o'yinda 2 marta durang o'ynagan, 1 marta mag'lubiyatga uchragan, 2 marta g'alaba qozongan hamda 1 bora mag'lubiyatga uchragan deb beryapti o'sha statistikaga qaraydigan bo'lsak. Va so'nggi o'yinda ular Nitsa jamoasi bilan 0-0 hisobidagi durang qayd etishgan. Manchester United jamoasi esa so'nggi 5 ta o'yinda bitta mag'lubiyat, 3 ta g'alaba hamda 2 ta nicha qayd etgan va bu Michael Carrick uchun menimcha yaxshi natija deb ayta olaman, chunki so'nggi biz PSG bilan nicha o'ynadik va so'nggi o'yinda biz Milan jamoasiga 2-4 hisobida mag'lubiyatga uchraganmiz. Jamoalar o'zaro o'yinlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, jamoalar shu paytgacha 33 marta maydonga tushishgan va shulardan 21 bora Manchester United qo'li baland kelgan, 6 bora Hull City jamoasi ustun kelgan va 6 bora jamoalar murosa ko'chasini tanlashgan. O'ylaymanki, Hull City biz uchun mos raqib va biz o'zimizga kerakli bo'lgan natijaga erisha olamiz. Angliya Premier Ligasi turnir jadvalini ko'rib chiqadigan bo'lsak, turnir jadvalini ko'rsatishdan hojat yo'q, chunki hozirda dastlabki tur o'ynalgan yo'q hali hech kimda va keyingi turdan keyin, misol uchun ertadan keyin yoki ertaga men obzor qilganimda menimcha biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Jamoalar natijaga erishgandan keyin qanday o'rinlarni egallagani haqida. Endi o'yin uchun taxminiy tarkibda eng qiziq joyga keldik. O'yin uchun taxminiy tarkibni ko'rib chiqadigan bo'lsak, men quyidagi futbolchilar maydonga tushishi mumkin deb taxmin qilyapman.
Sizlar esa o'z fikrlaringni albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Demak, darvozada Sani Lamins, himoyada Luke Shaw, Aiden Heaven, Harry Maguire hamda Nusrat Mazraouylarni qo'ydim men. Chunki so'nggi o'rtoqlik o'yinlarda ham Heaven hamda Maguire juftligi juda ajoyib o'yin namoyish qildi deb o'ylayman. To'g'ri, bizda qassobimiz Martinesimiz kechroq keldi, sostavga qo'shildi, lekin uni ham o'yin tonusini olgancha menimcha bitta o'yinda masalan zaminaga tushirsa ham menimcha yaxshi natija deb o'ylayman. Markazda bizda ikkita yangi transferimiz Andre Santos hamda Yuri Tillemanslarni qo'ydim men va hujumchilar ortida Bruno Fernandes, ikkita qanotda Kunya hamda Amad Diallo va hujumda Brian Mbeumolarni qo'ydim men. Ko'ramiz bu juftliklar o'ziga yuklatilgan vazifani qay darajada o'ynay oladi va yangi futbolchilar qay darajada sostavga kirishib keta oladi va albatta bizda el kapitanimiz Brunodan mazmunli o'yin, mazmunli paslar va albatta golli uzatmalar va gollarni kutib qolamiz. Sizlar esa bu haqda albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Mani sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shundan iborat edi. Sizlardan aktivlikda odatdagidek like bosishda, kommentariy yozishda hamda bizning kanalga podpiska qilishda iltimos qilgan holda sizlardan xayrlashaman. Videoning so'ngida esa 2017-yilda bo'lib o'tgan uchrashuvdagi gollarni masalalik gollarga qo'yib beraman. Xayr. O'zlaringiz siringlar.